Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Katta Qurama qishlog'idan Bunyodjon akamizning xonadonidan video tayyorlayapmiz. Sotiladigan semental qochma xunajinlari bir dona shved so'raganlarga shved xunajinlar bor. Xudo xolasa chiroyli qilib video davomida holatlarni ko'rsatib, ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bir donadan erinmasdan laykni bosib, Telegram guruhlariga, chorva ishqibozlariga videoni podelitsiya qilib qo'yish esdan chiqmasin. Obuna bo'lmasdan ko'ryapti turganlar, ekraningiz o'ng tarafidagi qizil podpisatsiya yoki obuna bo'ling tugmasini bir marta bosib qo'ysanglar, har doim biz kiritib boradigan videolar sizlarga SMS tarzida birinchilar qatorida yetib boradi. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Bemalol kimga qaysi biri ma'qul kelsa, telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa sigir qilib olaman deganlarga juda chiroyli 3 dona xunajin. Xunajinni gullaridan bor ekan. Bunyodjon aka, charchamayapsizmi? Rahmat, zo'rlardan kelib qo'yibsiz aka. Xolasa go'jallaridan keldi hikmatulloh 3 dona. Gap yo'q, o'zi ozgina-yu sozgina. Aka ham yaxshi mollar chiqaradi. Bo'lmayapti, ko'ryapsiz. O'zi bitta, ikkita. Mayli, haligi 5 ta, 6 ta, 10 ta bo'lmasa biz sanoqqa emas, sifatga qiziqadiganlarga. Akalar, shveti ham bor bir dona. Eng qizig'i hammasini dona german shveti ham bor. Hikmatulloh uchovi bitta fermadan chiqqan. uchovi ham, ha? Gap yo'q. Qaysidan boshlaymiz? Shvetni yechamizmi? Mana. Sho'ydagi 1 yashar. 1 yasharli. Shvet so'raganlarga. Qaranglar. Shoxlari kuydirilgan, ha? Shoxlari kuydirilgan. Sagon boqib qo'yilgan. Odam maza qilib sigir qiladi. Qaranglar. Tuyoqlar tikka, istagan tuyoq. Xudo xolasa. Moli uchovi ham bitta fermadan chiqqan. Uchalasi ham, ha? Hozir sigir bo'lmaydi akalar. Molni sortini sifatini tushunadigan odamga uchovi ham zo'r. Asli. Ha. Bitta xonajini sal to'g'risi ko'ngilga o'tirmadi. Keyin bitta shved qo'shib olindi. Xo'p. 1 yashar dedik-a? 1 yashar, bo'ylari 1.25 ga olishaversin. 1.20 ga bo'ylari. 1.20 ga. Lekin taglari ham ko'rsatib qo'yish, tomlari ham juda joyida. Hozir video davomida tishlarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Yo'q, 1 yasharli narsaga kurak yormaydi. Lekin yaxshi boqilgan. Narxini orda bitta aytamiz. 2 ga ham aytamiz. 1 ga ham aytamiz. Gap yo'q. Yetalang, yaxshi narx kengi yetalang. Mana akalar. Semental ishqibozlariga. Injiri keladiganlar. Hamma yo'g'i kelgan, oyoq qo'li. Holatlari, polvonligi hamma yo'g'i joyida ekan. Molni maqtash kerak yo'q. Bog'baqalarni qaranglar. Sog'lom bor. Arqonga tushmagan mollar. Lekin, to'q, yurgizmay turing. Mana, bog'baqasini qaranglar. Salkam uncha novosda ham yo'qdan ekan. Bu sementallar necha yoshda? Semental, bunisi ham 1 yosh. Bu ham 1 yasharli, ha? Onasi. 1-2 oylik kattaga o'xshaydi. Ha, 1,5 yosh bo'lib qolgan mas. Birinchidagisi. Semental mana uni bo'yi 1.25 ga olaveradi. 1.20 oshib, 1.25 oshib. Semental, ha? Ha, semental. 1.25 oshib qoldi kuraydan o'lchanganda. Bunisi 1,5 yosh hisoblaversin. Bunisini kurashni ko'rsatib qo'ydik hali. Tishi yo'q-ku namoda. Kattanimi? Bormi deb o'ylab qolsa. Yo'q, buzoq akalar. Hali buzoq. Hali buzoq. Bunisi 1.30 oshiq. 1.30 oshiq. Ozgina baqib turib, 1.30 ga olaveradi. Hozir ham buqaga qo'ysa bo'laveradigan, ha? Sakkiz turibdi endi kimdir. Ha, haligi kattaroq sigir qilaman degan odam bo'lsa, yana ozgina baqib turib qo'ysa, ana uni sigir bo'lmaydi. To'tala tuyog'i garantiya. Hamma yo'q, ha? Shoxlari kuydirilgan. Bemalol To'qol. Hali to'qol tushmagan. Kuydirilgan. kuydirilgan, shoxlar kuydirib, zagon boqib qo'yilgan. Hikmatulloh, bombar. Charchov.
Charchog'i bor a. Xunoyli nima? Smeta so'ragan ko'pligiga uyimizda bir kun turdi, 7-si bahosi sinovda o'tdi. O'zi tekshirib ko'rdingiz a? Sinovda o'tdi, yana sinov olishaveradi uka. Xo'p. Uka buni addin ham aytamiz narxini. Bir joyga bo'lsa, bir joyga sotamiz. bir joyga necha pulga bo'ladi uchovi? Hozir birinchi addinniga aytaylik. Hop, Mana kattasiga 28,5 million aytamiz. kattaga Aha. 28,5 million. Kattasiga 28,5 million. Hop, ikkinchidagi Bunisiga 27 million aytamiz. 27 million. Aha, mana Shvedga 26 million aytamiz. Shvedga 26 million. Hop, ilojini boricha imkon darajasida doim video qo'ysak, obunachilar telefon qilyapti, doim bir joyga qo'yyaptilar. Dehqon odam qanday oladi bir joyga deyapti. Bizni ham tushuninglar, biz ham bir joyda olganmiz. Hozir mononi addinni sotaman deb narxini ko'tarib olsak, yana kimdir haligi Tushunmay qoladi. Undan mashina nima deydi? Chorvador akalarimiz bor-da, kimgadir xudo qolsa manfaatli video bo'ladi. Ashuna qarab turgan kimdir? To'g'ri. 3 ta, 5 ta bir joyda chiqsa olaman deb. Bir qo'ra qilib. Shunaqa akalar bo'lsa, telefon qilsa ishi yengil bitadi. Bir joyga bo'lsa necha puldan bo'ladi? Qo'y suyug'iga. 25,5 milliondan ketaveradi. Qo'y suyug'iga. Qo'yiq suyuqqa 25 million 500 mingdan ketaveradi. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Ha. Uchovini bir joyga olsa, Toshkentgacha dastavka qilib beraman 26 milliondan. Toshkentgacha 26 milliondan dastavkasi ichida ketaveradi. Dastavkasi ichida Toshkentgacha. Gap yo'q. Hisob kitob qilib aloqaga chiqaveradi. Biz ham olganmiz. Lekin Atrofga ham solishtirib olaveradi narxni. Lekin xudo xolasa mana holatlarini o'zinglar ko'rib turibsizlar. Majinda zo'ra chiqsa olaman degan odamga tushaveradi. Yani mollar maqtaydigan boshqa emas. Sog'ligi zo'r a? Qoni toza. Ha, firmani moli emlama pribetka hamma narsasi bo'lgan. Borsa bir qator yana ichki tashqi parazit boshqasiga o'zlari qildirib olishadi. Hamma kimni olsa ham, ko'rsatmas hammasini. kimni olsa ham bitta ko'zdan kechirib olinadi. Yangi mashina olib turib ham Hali nuqsoni yo'q, haligi bittasi yo'q, boshqa emas. Hammasi to'rt joyda. To'rovi ham. Xohlasa Shvedniki ham. bular 3 oylik, 4 oylik bo'g'oz bo'lib qolsa, buni narxini o'zi biladi obunachilar. To'g'ri unga yarasha mehnat qilinadi, lekin molda ham shu darajaga olib chiqib olish oson emas, buni boqqan odam. To'g'ri. Tayyoralik mahsulotga kelib qo'ygan, mahsulotga kelib qo'ygan variantlardan. Kichkinasini olib qachon sigir qilaman deganga mana tayyor. Ba'zigina qarovini qiladi, bu qo'yib sigir qilib olaveradigan. Xo'p. Vodiy bo'ylab bitta olsa ham dastlabki iloji bormi? Ha, vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beraveramiz. Bitta olsa ham, ha? Ha, bitta olsa ham. Aytilgan narxlar ichida bo'laveradi. Nomerlar ozak aytib qo'yaylik. Nomerlarimiz 94lik, 94lik 503 503 88 68. 88 68. Kimga qaysi biri ma'qul kelsa yoki o'zim shunday olib chiroyli Bir qilib joyga olaman degan odam telefon qilsa, xudo xolasa. bitada ishlari Ishi xudo xolasa bitadi. telefonlashib darajasida bir joyga sotaylik, hali hisobimizni yo'qotib qo'ymaymiz-da. Bittasini Samarqandga, bittasini Anjanga, bittasini Farg'onaga qilmaylik. Bir kishiga shunday sotaylik. yengilroq, tezroq bitishlar. Yengilroq ishi bitsin. Biz ham u 5 ta qo'limizda o'zimizga qilmaymiz. Xudo To'g'ri. xolasa Mollar arziydi. darajasida narxlarni yo'lda qilib beriladi. Xudo xolasa Olishimizga qarab. telefon qilib savdo qilib olaverasizlar. Telefon qilsa ishlar bitadi, xudo xolasa. Lekin mana kallalardan nima kelar? O'ta chiroyli.